Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi top 3 ta 7 kishilik eng arzon crossoverlar haqida gaplashamiz. SVMG 05 modelimizni keladigan bo'lsak, bu Rubesh turbina 154 ta ot kuchga ega 7 talik o'rindiqdan iborat. 360 kamera, panorama tom, multifunksiyonal rol, aqlli tablolar qo'yib qo'yilgan do'stlar. Undan tashqari hattoki orqa o'rindig'imizda ham isitish funksiyasi mavjud. Narxiga keladigan bo'lsak, bor yo'g'i 269 million 375 ming so'mga bir kunda bitta pasportga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Navbatdagi avtomashinamiz Gloria 330S. 1.2 atmosferli motor, 83 ta ot kuchi, 7 talik o'rindiqdan iborat, multifunksiyonal rol, zadniy kameralar bilan barcha qulayliklarga ega ushbu toychog'imizni narxiga keladigan bo'lsak, bor yo'g'i 198 million 400 ming so'm bosib yubormasangiz, bu juda katta xato bo'ladi do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz esa SVMG 03 modeli, gibrid model, elektr dozda 50 km gacha yuradi, 102 ta ot kuchiga ega. Bu toychog'imiz ham 7 talik o'rindiqdan iborat. Zadniy kameralarda polni panoramli lyuklari bor. O'zingizlar tashqi ko'rinishiga bir qator baho berib qo'yasizlar do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu toychog'imizning narxi 243 million 125 ming so'm. Xohlasangiz naqd, xohlasangiz bank orqali xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bormi? O'zbekiston bo'yicha top 3 ta avtomobilimizdan arzon avtomobil ko'rgan bo'lsangiz, 7 talik o'rindiqdan iborat, kommentariyada fikringizni qoldiring. Shu joyga like bosib, podpisatsiya bo'lishni esdan chiqarmang. Sizga eng arzon skidkadagi avtomashinalar kerakmi? Rustam Tog'a kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Sizlarni barchangizni Avtocenter avtosalonimizda kutib qolamiz. Biz har doim sizlar uchun ishlaymiz.